nimaga mana shunaqa joyda muzdek shamol keladi, ha? Hali. Obyektda mana shunaqa joylarga mazada muzdek shamol kelib turadi. Mana shipakat ochib turtilib ekanmiz. Biz bundagi obyektdamiz. Bir etudimi, 6 человек паукini o'ragan debchi. Xudo xolasa mana birinchi etajni. Ha, siz ayniqsa siz chiqasiz. Ha, sizlarimiz ham o'zi o'rganib qolishgan. Nima deydi videoga tushishga. Xullas birinchi etajini plitaga tayyorlaymiz. Kolonnalarini bitta qo'yib, mana armaturalari bilan kelyapmiz. Xudo xolasa. Yo'q ham g'amlab olganmiz narsalarni. Hozir plitani ham kamiga tushirib olamiz. Hozir plita zavodlar ham juda qiyin bo'lib ketdi. Ana 15 kun, 20 kun sal cho'zilib qoldi. Mana shu plitaga kelgan joyda ustalar ancha kutib qolishadi. Shanga hozir plitani kelishini kutib turibman. Mana Odil aka 19 ta g'ishli. Odil aka 19 ta teshuvli g'ishlari. Yo'da, yo tarafi xolos. Yuzilarga bijir-bijir qo'yib olish kerak va o'zi kepkani pastga qo'yib olishdi. Xolos. Ustalar bilan mana ishlayveramiz. Kulishib, ish ham qizg'in ketaveradi, ish tez-tez qo'yishgani ham bilinmay qoladi. Va xolos bu obyektni ham bitirsak, keyingi obyektga o'tamiz. Hammaga rahmat, kuzatib turinglar.